Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Checha yaxshimisiz? A? Checha yaxshimisiz deyman? Checha? Ha. Nimaga checha? Anada chiroyli qizlarga checha deydi bizda. Yo'q. Yaram bozor aytib turdim-da. Nima qilib yuruvdingiz? Yaram bozor aytib turdim, yaram bozor. Ha. O'sha yaram bozor aytib bersam bo'ladimi? Yo'q. Yaram bozor aytib turibman. Bitta eshitib ko'rasizmi yaram bozor? Nima qilaman? Shu ana Ramazonga yaram bozorda Ramazon aytib turibman. Mayli. Ha, jutalaman, o'g'lingizni ko'taraman, o'g'lingiz otini yesib qo'ying. O'g'lingiz otini yesib qo'ying, mashina otini kavish qo'ying. Yaram bozor, yaram bozor. Yana bitta bor-da, yana bitta aytaymi? Bo'limi shu? Ya yana bitta bor. Osmonda oy ko'rindi, shu kabish egasi hammadan boy ko'rindi, yaram bozor, yaram bozor. Bo'limi? Bo'l. 100 ming bersangiz bo'ldi. 100 ming bersangiz bo'ldi. Pulingmi hali? Ha, bittasi 50 mingdan-da. Yana bitta bor xohlasangiz. Men 150 ming bo'lib ketadi-ku. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Ramazon yo'lini izlab keldik. Achonda pul, karvonda pul, chiqara qoling 500 ming pul. Oh, 100 ming bo'ldi-da endi. 150 ming? Ha. Unaqa pulim yo'q. Ya endi berasiz-da, men endi aytib bo'ldim-da. 150 ming nima berishim? Men aytib bo'ldim-da endi. Men shunday 5 ming yetmaydi. 150 mingni 5 ming edi. Yo 100 ming bo'ldi-da, 100 ming berishingiz kerak-da. G'alati-mi? Nima? Nima oyoq kiyimsiz qashva? Oyog'im shundan o'tadi-da, zalga boraman-da, ana shu oyoqda o'tadi. 100 ming berjam, menga endi men aytib bo'ldim-ku, siz ana deramizlar. Naqd pulim yo'q. Mayli, karta bo'lsa ham olaveraman men. Kartam yo'q. Yo bilmayman, menga endi berdi, men aytib bo'ldim, bilmayman endi aytib bo'lgandan keyin unday qilmang-da siz. Aytishni oldin aytishingiz kerak pul. Na shunday qimmat maoshingiz bor, na pulingiz yo'q bular. G'alatimisiz? Hop, 1 minut o'tgan. Ochqazib to'xtasam bo'ladimi? 150 ming berib jarasiz-ki. Arzoni qana? 100 ming berjang mayli menga. Semodan zakaz qildim. Mayli, osmondan zakaz qilmasa men pulim berjang. Sizga ham zakaz qilib beraman. Yo'q. Pulim berjang. Yo'q pulim. Birov haqi jiga ola olmaysizmi? Nima haqingizni yedim men hozir? Hozir men sizga yaram bozor aytib beryapman. Mashina qimmat maosh minjirsiz. Men iPhone'ingiz bor ekan. Kimniki? Odamniki. Mayli, adangizdan apiring. Adangizni telefon qiling. 100 ming telib berar kartangizga. Hiltonga kirsangiz resepsiyonga Hilton sizlarkimi? Odamniki. Pulimiz ko'p ekan-ku, 300 ming berasiz endi bo'lmasa, Hilton sizlarki bo'lsa. Ahmoq qilmang, odam sizni. Bizaniki bo'lsa 300 ming bo'ladimi? Ha, pullarimiz ko'p ekan-ku. Yo'q, hammasi kredit. Mayli, nima bo'lsa men pulim bering, men bo'lsa ketmayman, shu yerda turaveraman men. Men pulim bering, men bilmayman. Siz aytdingiz, men aytdim, to'g'rimi? Aytgandan keyin pulni berish kerak, unday qilmash kerak. O'zingiz aytaman dedingiz-ku. Ha, aytaman degandan keyin pulni berish kerak-da, men sizga nima osmon yerdan chiqqan qo'ziqarimanman sizga. Aytgan. Siz zo'r-ku, hozir ikkitasiga yana borsangiz 600. Yo'q, hammaga ham bora olmayman-da men. O'zimga joqqa odamlarga boraman. Men pulim yo'q. Ya unday qilmang, men mashinangiz qimmat mashin-ku. Engizdan olib bersangiz ham bo'ladi, mayli, engizgacha boraman. Engizgacha shu yoqqa chaydang, engizdan olib olamiz. Haydang engizga, engizdan olib olaman. Engizdan olib berasizmi? Yo'q pul. Ya siz bering bo'lsa menga. Qani bo'lagingiz menga? Uni olaman men. 100 ming rozi bo'ling menga. Qanqaydingiz bormi? Maydan bor, bering. Sizlar chiqaring. Bering. Oho. 1 2 3. Na ko'zi tegmasin, birov pulga men. Qatdan shuncha pul. Qarang, buni ham olib eshiting. Yana bitta aytib beraman. Otingiz kim? Otingiz kim? Otingizni ayting, men pulni qaytib beraman. Otingiz kim? Go'zal. Go'zal tuyg'ular, shukunlarda Alloh, go'zallar kabish minadi Alloh. Endi rachitmizmi? Yo'q, men eshitganim yo'q. Eshitganingiz yo'qmi? Yo'q. Bering ming. Qarang, bu raketda men franker bor. Shunday qo'li usib ko'tarib mana shu kameraga. Odam bos ekansiz.